Assalomu alaykum. Aynan bu savolingizga keladigan bo'lsak, bitta narsani yaxshilab bilishimiz kerak, yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Haqiqatan ham korxona tekinga olgan ijarasi bo'yicha soliq chiqadi. Nima sababdan degan savolga hozir javob berib o'taman. Umumiy sababi korxona uchun, misol uchun 5 millionlik obyekt agar ijaraga berilishi eng kam miqdorda olib, misol sifatida oladigan bo'lsak, u hisoblandi 5 millionga chiqdi. Endi korxona uchun bu 5 million tekinga aylanyaptimi? Demak, korxonaning daromadi bo'ladi. Korxona bu daromadni to'lash kerak. Aylanmada o'tiradigan soliq to'lovchi bo'lsa, 4% ni to'laydi bu summani. Foyda solig'ida o'tiruvchi korxona bo'ladigan bo'lsa, aynan 15% ni to'laydi. Bu joy bo'yicha qilingan xarajatlar bo'ladigan bo'lsa, aynan shu xarajatlarni minus qiladi. Bu foyda boshqa daromad hisoblanadi. Shuning uchun adashtirib qo'ymanglar buni. Demak shunaqa. Endi jismoniy shaxsga keladigan bo'lsa, jismoniy shaxs buni tekinga berdi, daromad qilmayapti. Shuning uchun jismoniy shaxs bundan daromad solig'i to'lamaydi. Lekin korxona uchun bu tekinga bo'lgani uchun, korxonaga tekinga bo'lib bu daromadga aylangani uchun bu solig'i to'lanadi. Agar korxona buni xarajat sifatida e'tirof etganda, unda xarajat bo'ladi. Bitta narsani bilib olaylik. Aynan to'g'ri yo'lni tanladik. Korxona 5 millionlik obyektdan jismoniy shaxsi unga pul to'lab 12% to'lagan ma'qulmi? Yoki bo'lmasa aylanmada o'tirib 4% to'lagan ma'qulmi? Yoki bo'lmasam foyda solig'i to'lovchisi bo'ladigan bo'lsa 15% to'lagan ma'qulmi? Tanlov o'zingizda. Salomat bo'lasizlar, bo'lajak buxgalterlarning bosh buxgalterlari.